Sani singling yo'q edi-ku. Vijdonsiz! Iflos! Maraz! Ko'takansan! O'zbek film Ahadqayn Sex Production namoyish etadi dedi-ku. Eng haromi odamlarning hislatini faqatgina o'zbek filmda ko'rishingiz mumkin. Qaynota kelinni sikmoqchi bo'ladi, erini akasi kelinni sikmoqchi bo'ladi, kelin jalab bo'ladi, qaynona o'ta haromicha bo'ladi. Bunday eng odamni iflos fazilatlari bor insonlar faqatgina o'zbek filmda. Bizning xalqimizda bunaqa mirazotskiy odamlar juda ham kam, no o'zbek filmda ko'p. Shuning uchun ham rubrikamiz nomi Ahad Sex Production time naxoy bilan ketdik. Arstentalga o'zbek tili, tojik tili, rus tilida bemalol suhbatlashsa bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi shahar bo'ylab 4 ta filialimiz bor. 4 ta joyda bor. Ular o'zlariga qulay joyda tanlasa bo'ladi. Bizlarda faqat stomatologiya emas, bizlarda ko'p tarmoqli klinika, bioterapiya, kardiologiya, ginekologiya, urologiya, plastik xirurgiya, stomatologiya hamma bo'limlarimiz bor. Vijdonsiz! Alqolini vijdonsiz deb bilad. Opam turskcha ko'tarib kirib keldi, mayli. Kadr ortida nimaga bo'lganini biz bilmaymiz. Mana akaga ham xo'yet qilaman-da. Davay kino oladigan kishilar. Jins kiyib olgan, oq naskicha va ustiga xalat tashab olgan. Xalatni turskchanimdek kiyib qilinmaydimi? Kino oladigan akalar sal farosatni ham ishlatinglar. Bu tekin aktyorlar deyilsa kerak menimcha, yoki biladnaxu bir kosa gumbaga naxu tushyapti bular yoki vaji biladnaxu tekinga. Alfonsning sarguzashtlari deydi, Tutining sarguzashtlari bor-da, endi Alfonsning sarguzashtlari. Xo'sh. Sen qayerdan paydo bo'lding? Xuddi siz paydo bo'lgan joydan, ya'ni pizdadan naxoy. Bular lustralarni qaranglar, lustrachalarga haliga tasbiqcha, polni religiozny narsalarni ilib qo'ygan. Devorda kadrda esa jalablik, amlik, pidaraslik. Kim bu? Singlim-ku. Singlim? Singlim o'xshab turibdi. Mana pizdets naxoy. Qo'lga akacha uzukcha ham taqib olgan biladi. Bashara pizdets, maniakcha deb biladi. O'yina shoshib prosta pizdetsda naxoy bo'lib aytaman. Bir pastelda odam, mana qo'lda uzukcha olib qo'ymaydi. Qiladigan xalaqit beradi. Bilmadim. Mayli. Opacha qayerdandir sayohatdan kelgan, singilchasi bilan ushlab oldi deyapti. Singlim-ku. Atmaskan eng haromisi. Sani singling yo'q edi-ku. Vijdonsiz! Iflos! Maraz! Ko'takansan! Aytdimki, eng haromi odamlar mana shu haligi o'zbek filmida bor. Untak hayotda bunaqa odamlar kam. Ya'ni bu singlim deb sikib turgan joyda singlim deb. Incest yaxshi emas dedi-ku. Yana mana bu suralar bu mana arabcha yozilgan Qur'ondan parchalar bor. Aynan shu tarafga qaratib olinganda bu operatorcha ham chista maniakcha naxu. Aka yerga qarab xafacha, xo'sh. Sen vijdonsizga. Sen Alfonsga. Qanday vijdonsizga, Alfonsga? Qo'ttoqni qaradi, sizlar nima qidiryapsizlar bu yerdan bilan? Vijdonga balo bormi bu yerdan? Endi ikkalasini turgan kadrni ham qaranglar, shunday bo'pti. Bilmayman, qaysidir juguni uyda olinganmi, tsiganskiy takoy stilda qilingan. Alfonsligini bilib turib. Eng qizig'i bor-ku, orqa fonda rasmcha suka освежитель turibdi, который tualetlarga qo'yiladigan. Sen bilan farosatdan yoqish kerakmi deyman-da, bular yo'qib tashlash kerak. Mehr bergan edim. Ko'ngil bergan edim, sevgan edim. Ipizda bergan deysiz. Buni ham qo'shib qo'ying. Sevgan edim, mehr bergan edim. Endi bu yerda ko'rsatilyaptiki, что yosh bola, yosh katta ayolni sevib qoldi va tipa отношение yaxshi emas deb любой sush tugatadi. Любой o'zbek filmini qarasak, o'zidan kattaga uylangan yigit haromi bo'ladi, Alfons bo'ladi yo pidarraz bo'ladi. Maqsadi opachani karochi pulini yeyish, hokazo. Lekin aynan shu bizlar jamiyatda shunday hisoblanadi, o'zidan kattaga uylansa, ko't pidaraz chumo deb haliga ich kuyov deb nom tarqatib yuboradi. Hayotda esa, даже, по-моему, musulmonchiligida aytadi normal holat. Не осуждаю deydi-ku. Hammasini barbod qilding. Iflos. Odam bo'lmasa kansan.
Akacan turishini ham qaraylar. Turishga pizdets nahol. Rizini qo'toqni qo'yib qo'ysangiz bu akadan yaxshi rol o'ynaydi bor-ku. Axlatdan chiqqan, yana axlatga ketar ekan. Mana bu qanjig'ingni olib, Nima uchun aynan mana shunaqa ayollarni oladi? Uzr, xafa bo'lmang. Endi mana shu obrazda aytaylik. Bo'yinga bijuteriyacha mischa-pischa ortib olib, bila polni axlatdan chiqib xuddi opa ham biznes bilan shikalatchadek gapiradi. uyimni bo'shat. Hamma lashmishingni yig'ishtirganda 2 daqiqadan so'ng chiqib ket. 5 daqiqa bering biladi. Hamma 5 daqiqa derdi. Через 5 minut derdi oldin hamma. 5 daqiqadan so'ng opa 2 daqiqa. Mayli, boshqacha. Tushundingmi? Iflos! Maraz! Iflos! Bilad, bunday gul sovg'a qilish uchun o'ta haromi inson bo'lish kerak. Bu odatda o'liklarga qo'yiladi yoki такой искусственный gul. Qanday kino oladigan kishi biladi, nahotki bilad живой gulga pul yetmasa. Bu чисто jalabxonalarning podestchasida qaranglar. Podestchaga ham qo'yilmagan reklama qolmagan. Xitoychasiga ham bosib yuboribdi-ku o'zi. Jonim unaqa qilmaydi. Ke yarashingli bo'ldi endi. Senga qara gullab keldi masalan. Qoch. Achchiqchang yechib gapirish shartmidi? Aha, xo'sh. Pizdets nahoy bor bu. Qanday ko'rish mumkin buni? Azoblash xizmati shumi yo? Sana qilgan xiyonatingni bir umr kechirmayman. Safu to'xta. Блядь. Suchka bilan remin taqmabdimi? Shtraf nahoy bilan. Remin taqmagani uchun. O'ninchi qismi tez kundabdi. Iltimos akalar tez kunda chiqarmaylar onasini emsin. To'z yurak xurji puri o'ldimi, nimadir bo'lib o'ldi, opacha o'ldi, xudoga shukr. Ya'ni personaj o'ldi. Bu opaga hech qanday husumatimiz yo'q. O'li bu aytilgan gaplar, so'zlar aktyorga, bu personajga nisbatan aytilgan. Bu yerda hozir endi nima ma'no? Diqqat bo'lib o'ldi demoqchimisizlar? Pizdez. Qo'rqinchli nahoy. Lekin bezrimay aydagani uchun sikili. Dan xodimlari iltimos sizlardan. Bular qaytib boshqa video chiqarmasligi uchun, xalqqa sog'lig'i uchun. Next time hozircha xayr.